Otam hormang. Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadim ish qilib. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? O'tiravering bemalol. Kayfiyatlaringiz qalay? Yaxshi. Azaqat telefon ko'rib yoqibsiz mana. Nima bo'ldi ko'zingizga? Ko'z udvoyение degan kasal bor. Shu muammo bilan keldingizmi? И plus yurakda problema bor. Aha. Yaxshimi hozir? Xudoga shukr yaxshi. Ichyapsizmi giyohlarni? Qayerdan keldingiz o'zi? Qirg'izistondan. Qirg'izistondan o'rtalarni bizni davomimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonga ketib borgan. Mana ko'rib kelishyapti, ishonib kelganingizga yarasha natija berishyaptimi? Em bo'lyapti, xudoga. To'g'risini ayting faqat. Em to'g'risi bo'lyapti. Necha kun bo'ldi kelganingizga? Bugun 15-kun. 15-kun. Ko'zingizda o'sha muammo sal yaxshilandimi? Ko'z sekin qaytyapti, sirasi qaytmaydi. Ha, yurakchi. Yurak yaxshi, xudoga shukr, davleniya normal. Ha, davleningiz normal. Xabar olib, tekshirib, tezda ko'rib, ovqatlaringiz vaqtida berib, doringiz vaqtida berishyaptimi ish qilib? Bu sizni muammongiz nima deydi o'zi? Nima tibbiyot tilida? Ko'zniki nima? Umuman o'xshaymas. Yo'q, menda yurakda problema bor. Asosan. Har 6 oyda bansiga yotib turardim-da. Ha, unaqa o'ynash bormi yurakda? Yo'q, yeri tez urib ketadi, davleniya ko'tarilib ketadi. Ha. Uni haligi taxikardiya deydimi? Stenokardiya. Yurak tez uriladi. Ha, yaxshi. Kayfiyatingiz zo'r. Mana shu sizniki dorilaringiz mashg'ul ekansiz. Ha, mana yurakka, ichki organlarga, общий organizmga ekanda. Bu jigar, bosh miya uchun, davleniya uchun, yurak qon tomirlari, yuraklar uchun beriladigan giyohlar. Bu ham o'sha mana undan ekan. Qondan tozalash uchun. Kasalliklarda ham qisman bor. Oshqozon osti bezi. Ha, oshqozon osti bezi. Ha, yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshi ekan, nima uchun desangiz, mana telefon ko'rish yuragingizga sig'yapti ekan, demak, og'riq yo'q. Ko'nglingizga shu telefon kadrlar sig'yapti, demak, natija yaxshi. Chunki insonni qayerdir og'rib turgan bo'lsa, hech qanaqa ish ko'ngilga sig'maydi-da. Shu telefon ham ko'zingizga ko'rinmaydi, yotuvchi voy-voylab yotasiz. Iloyim shu darajaga yetib bormasin. Shifo topakangiz rost bo'lsin. Endi bu klinikamiz haqida ikki og'iz mana hamshiralarimiz Yulduz opa mana sizga o'sha muolajani yozib bergan. Nima deya olasiz? Endi xudoga shukr keldik. Men ham shu ko'ngil qo'yib, ishonib shu kelib shu dorilarni ichyapmiz. Xudoga shukr. Hozir yengil. Davleniyam normal, davleniyam normal. Vaqtida ovqatlanamiz, vaqtida dorilarni ichamiz. Xudoga shukr, hamma yoq yaxshi. Serik qolmayapsizmi ish qilib? Yo'q. Zillarimiz bor, Wi-Fi'larimiz bor, hamshiralar xabar olib turadi. Sizga o'xshagan bemorlar ko'rayotgan bo'lsa, nima deya olasiz? Kelishaversinmi bemalol? Endi qanday desam, hammasi xudoga shukr, kelsa yaxshi bo'ladi. Men ham har 6 oyda 3 yildan beri bansiga yotardim. Antibiotik olardim-da. Endi bu safar tabobatdan foydalandingiz. Shundan foydalanib ichib ko'ray dedim-da. Endi Yaxshi. xudo xolasa endi har 6 oyda emas, endi har 1 yilda ko'rinib turib, uyog'iga keyin ko'rinmay qolasiz. Xudoga shukr nasib Shifo, qilsa. xudo xolasa butkulga bo'ladi-da, bu vaqtinchalik blokada bo'lmaydi inshaalloh. Xudoga shukr. Iloyim shifo bergan rozi bo'lsin. O'rtoqlar ko'ryapsizlar, shunaqa muammoli insonlarimiz bo'lsa, ko'radigan bo'lsalar, videosini tashlab bersanglar, sizlar ham savobga qolasizlar. Agar kelib, shifo topib, shu yerda to'g'rimi? Sizga o'xshab mana xursand holada ketsa, savobga sherik bo'lamiz va mana shu qilayotgan tabobat yo'nalishida qilayotgan ishlarimiz bir yetuklikka chiqayotganidan dalolat beradi. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik aka. Salomat bo'ling, shifo topakangiz rost bo'lsin. Necha kun yotasiz yana shu bilan? Bugun oxirgi 15 kun. O'zi 1 oy ichaman, qolganini uyda ichaman. Qolganini uyda. Bugun erta ketar ekansiz, bo'lmasam, salomat qo'yasiz borgan joyingizga. Bizni reklama qilishimizga yordam bering-da, borib. Yo telefon olib beraymi? Salomat bo'ling, charchamang. Kayfiyatingiz hamisha zo'r bo'lsin. Rahmat. Xo'p.